Balalarning immunitet sistemasini kuchaytirishning 8 unumlik usulini bilib oling. Balalar sağlamlığı ve kasalliklari mutaxassislari balalarning immunitet kuchini tabiiy usulda yuqori ko'tarish uchun tuvandagi 8 xil unumlik usul tavsiya qilindi. 1. Rangdor ko'ktat va meva chivilar orqali badanni vitamin va tabiiy ozuqliklar bilan ta'minlash kerak. 2. Balalarning kundalik yetarlik va sifatli uxlashiga kapolatlik qilib, badanning asliga kelishiga fursat berish lozim. 3. Boğaqlarni ana sütü bilan beqish orqali ularni tabiiy antitela va kuchlik mudofaa kuchiga ega qilish zarur. 4. Doimliq tanharakat va sirtdagi ochiq havoda o'ynash orqali badanning qarshilik kuchini oshirish kerak. 5. Muvofiq tozalik odatini yetildirish bilan birga balalarni tabiat va tuproq bilan uchrashtirib turish lozim. 6. Balalarni tamaka tutuni va boshqa ziyonli havo bulg'anishlaridan butunlay yiroq tutish shart. 7. Faqat zarur bo'lganda doktor maslahati bilanla antibiotik ishlatib 3 oy sog'lomligini qo'g'dash kerak. 8. Balalarga muhabbatga to'lgan, besimsiz va xushal-xuram o'sib yetilish oila muhiti yaratib berish lozim. Yuqorqi oddiy turmush odatlarini yo'lga qo'yish orqali balalarni doriga tayanmay tabiiy sog'lom cho'ng qilg'ili bo'ladi.